ata-anam bizdeki vatanımız Şarkı Türkistan'ın Atışyan'ın Ağıyesi'den işkilisi şu yerde toğulup çoğun olgan evlattan evlatqa mening bilişimçe. Adamның ismi Abdurrahim. Çoğun adamның ismi Tacım Boylu, Abdurrahim Tacım Boylu deydi. Adamның ismi Tunsaxan Mahmud. Dadam aynı vaxtida 1957 yılları Ürümçi'de açlık mektebi bitirgenden keyin ularning şu vaqtdagi siyosati bo'yicha dadamni Xotanga kadr yetkash, kadr yordam qilish, yerliklarga yordam qilish siyosati bo'yicha dadam Xotanga xizmatga ketdi 1963-yili taxminan mening bilishimcha. Ondan keyin shu Xotandan uning aqsin Xotanga borgandan keyin Keryan naisiga yo'llaydi. Keryan naisida dadam shu yerda shu Keryan naisida açlık idarasi turib qolgancha shu turib qoldi. Keyin ondan aslida dadamni o'qish bitirgan vaqtida atalmış avtonom rayonluq, ya'ni Uyg'ur avtonom rayonluq ashq nazoratiga ep qolibdi ekan xizmatga. Keyin onda bu kadrlik tuanga yordamlashimiz degan siyosatlar bo'yicha Xotanga Keryan naisiga uchib ketgandan keyin madaniyat inqilobi boshlanib ketib, dadamlar qaytib chiqish imkoniyati bo'lmagan. Shunlardan atishib qaytib, onam bilan to'y qilib, biz bir mezgil taki 1980-yilgacha Xotanning Keryan naisida ishada yashadik. O kichik vaqtda bizda ajoyib yaxshi aslimlar bilan hozir o'ylasam ajoyib shu vaqtlar qaytqim keladi. Chunki u vaqtlardagi insonlar hammasi bir-birisiga mehribon, mehmondo'st, shunda qo'lim qo'shnilarimiz batdi Keryada bo'lsin, Xotanda bo'lsin, Atishda bo'lsin, hamma yerda asosiy jihatdan o'xshash. Bularmi biz birga o'qigan saboqdoshlarimiz, do'stlarimiz, kichik vaqtdagi birga o'ynaydigan do'stlarimiz ajoyib mehribon bir-birimizga shunda yaxshi o'tadiq vaqtlarda. Hech qanday bir ko'nglimda bunday bir ajab qildi deydigan bir insonlarni masalan ben kichik vaqtlarimda hech uchratmadim. Hakikaten eslayolmayman. Shunda bir kunlarning bo'lganligini har doim xo'shal-xuram o'tadiq. Maktabga birga berib kelatdik. Kechlar bo'lsa, bika bo'lsak, at degan tong atmasda chiqsak, kechda onamiz qo'sqimiz ochgan vaqtida uyga kelib ana namba ashva deb degichilak o'ynab qaytib kelatdik. Ajoyib yaxshi o'tgan bizning balliq chog'larimiz. Uningdan hech qanday nimam yo'q hozirgacha. Shunda yaxshi o'tgan. Yana qo'shimcha qilib aytganda, garchi vaqtlarda shunday xo'shal-xuram o'tgan bo'lsaqmi, bir mezgil men shu cho'ng onamning yanida, ya'ni Atishning Og'iyesida 1,5 yoshda cho'ng onam ekitib, taki 5 yoshgacha men shu cho'ng onamning yanida yashagan. U vaqtlarda yezda bo'lganlik uchun ocharchiliklarni beshimizdan kechirgan, yeydig'inimiz yo'q, ichdig'inimiz yo'q, shunda bir kunlarni isimda bor. Hatta yeydig'inimiz yo'q, yeydigan zag'rimi yo'q. Shunda kunlarni o'tkazgan, hatta necha kun kunlab jigdi yeb o'tkazgan kunlarimiz bor. Shu bir qo'shnimiz bo'ldigan, qo'shimcha deb qo'yay, hozirgacha esimda chiqib, Gulistonboy deb qo'ygan bir odamda, rahmatlik. Ashadam qo'shqimiz ochsilda uyga kirsak, yanjuqimizga jigdi sep qo'ydi. Yatqa yeri jaddat olsun, qo'shimcha deb qo'yganim. Undan keyindan 1975-yili meni dadam, ota-onam Keryaga qaytirib ketib, boshlang'ich maktabga berdi 5 yosh vaqtimda. Taki 6-sinfgacha Keryada o'qidim. U vaqtlarda Kerya o'g'illar maktabi, qizlar maktabi deb ayirdi. Men o'g'illar maktabida o'qigan. Yani keyin 80-yili biz Xotanga ko'chib keldik. Xotanga ko'chib kelib, Xotan viloyatlik 1-o'rta maktabda o'qidim taki 1985-yilgacha. Undan keyin 85-yil oliy maktabga imtihon berib, 1985-yili bizning atalmış Şinjan Üniversitesiga o'qishga kirdim. Ya'ni rus tili kasbiga, chet til fakultetining rus tili kasbiga. 1990-yili o'qishni bitirib, maktabda o'qituvchilik qilib qolgan.
xizmat qilish jarayonida 1992-yili shirkatga tarjimonlik qilish sifati bilan tunji ular chet elga O'zbekistonga chiqdim. O'zbekistonda 5 oy xizmat qildim bu yerda. Yani tarjimon bo'lib, oyoq yasaydigan bir shirkat bilan O'zbekistonning bilan Xitoyning o'rtasidagi bir shirkat. Hamkorlik shirkati. Shu jarayonda men O'zbekistonda 5 oy turish jarayonida O'zbekistondagi, ya'ni burunqi Sovet ittifoqi zamonidan ki vaqtidagi shularning taraqqiyoti va bizningki vatanimizningki Sharq Turkistonda bo'layotgan o'zgarishlar biraqor dangsash orqali, kuzatish orqali bu o'tirsa ajoyib cho'ng farqlarning borligini shu vaqtda his qilgan. Misol deylik, eng oddiysi bizning shu asosiy qurilish ul asarlari jihatda bu Sovet ittifoqining bizdan eng az deganda shu vaqtida 90-yillardagi saviyani eng az deganda 50 yil ilgari ekanligini men shu vaqtda his qilgan. Shu vaqtda O'zbekistonda biz eng odatdagi uylarda bu tabiiy gaz bor ekan. Eng odatdagi uylarning butunlay yezda olsun. Tamam yezlag'icha takı Nukusgacha borgan. Orol dengizigacha. Nurg'un ancha-muncha tekshirishlarni olib borgan. Shu vaqtdagi xalqning turmushi, xalqning shu vaqtdagi O'zbekistondagi turmushiga qarab, oilaviy ahvollariga qarab bizdan eng az deganda 50 yil burun ekanligini his qilgandim. Shu vaqtdan bu chet elga chiqish yoki chet elga qiziqib qolish hissiyoti shu yerdan tug'ilgan. O'zbekistondan turib qaytib kelgandan keyin o'qituvchilikni bir mezgil davomlashtirdim toki 1996-yilgacha. Shu jarayonda abayda so'zlab o'tganimdek bu siyosatlar Xitoydagi bizning vatandagi siyosat Şinjan atalmış Şinjan Uyghur Abdunum rayonidagi siyosatlar kundan kunga o'zgarishga boshladi. Keyinda bayqasam bu Barin voqeasidan keyin bu kundan kunga Xitoylar biz Uyg'urlarga qarata, ya'ni yerlik millatlarga qarata siyosatni kundan kunga o'zgartirib, kundan kunga chingitishga boshladi. Masalan, u milliy rus tiliga milliy sinf olmaslik, ingliz tiliga milliy sinf olmaslik fakultetlarga bu jarayonlarda shu ishlarni ancha-muncha his qilishga boshladim men. Keyindan maktabdan chiqib ketgandan keyin, ya'ni sipoy bo'lib chiqib ketgandan keyin biz qarg'a vaqtida qor tizimlikka tushganligimizni his qilib qoldik. Ya'ni Xitoyning hukumatiningki qor tizimligiga tushganligini his qilib qoldik. Toki 1999-yili bu Kanadaga qaror qilishdan ilgari, chiqishni qaror qilishdan ilgari bir kunsi biz yotoqda yotsam, atdiganda 4 soqchi kelib bizni tutib kirib ketdi. Bir kun qamoqxonada o'tirdim. Ular başdan oyoq yo'qlang bir narsalarni so'rdi, sining chet elda telefon keldi ekan, chet elda do'stlaring bor ekan, tarqi-turqi shu oqmagan bir muncha gaplarni qilib. Keyin bular bir narsa topolmagandan keyin endi kashf bo'lgan vaqtda chiqarib atimining ta'lim bor ekan, mundaqcha aytgan vaqtida u nimaninki soqchi idorasining boshlig'i bilan ma'lum darajada tunishlik bo'lganligimiz uchun o keyin menga dediki, sen eng yaxshisi G'ayratjon bu yerda turma. Sizlar qor tizimlikka tushib bo'libsizlar, hukumatning. Seni yomon jiq izlab ketdi bular. Tekshirib beqinglar, tutib beqinglar, ko'rib beqinglar deb. Oxiri biz bo'lmay akirdik. Deb menga shunday quliqimga shunday so'zlab berdi. Albatta unga men ko'pdan ko'p rahmat aytaman shu ishlarni deb bergani. Uning bu isboti bo'lishi, bu gapning to'g'ri bo'lishini qanday his qildi desak, shu kunisi mening aralashtirgan do'stlarimning hammasini kirib olibdi. Soqchiga. Shundan keyin andan bu yerda turish imkoniyatimizning Xitoyda davomli yashash imkoniyatimizning bo'lmaydiganligini his qilib, bo'lsa shu Xitoydan chiqib bir erkin dunyoda yashash arzuyimdi. Undan keyin biz bizning bir do'stimiz orqali yo'l berishga boshladik. Qaysi bo'lsa ta'limimizga Kanadadan viza chiqib qoldi.
Şondan 1999-yılı 7 ayının 15 günü biz Kanada'ya yetip geldik. Vaqtda biz kelgan vaqtida bir 6-7 Uyg'ur biraqli kelgan 99-yili Kanadada yashab kelyapmiz. Kanadaga kelgandan keyin bak qiyinchilik tuyulmadi, chunki mening bir do'stim mendan 1 yil burun kelgan. Biz udulla shu Montrealga tushdik, Kanadaning Montreal shahriga. Vaqtda u ag'inimiz, do'stimiz bizga yotoqlarni olib, yemek içmek meni tayyor to'g'achqa bizning turadigan yerimiz var. Bu ağaçka biz bir şahsen ben hiç qanday bir qiyinchilikqa uchramadim. Misal inglizcha vaqtida inglizchani bilmaydim. İngilizce ben Rusça o'qiganligim uchun inglizchani bilmaydim. Hem o'rganishdim, o'ynashib boqmabdi ekanman vaqtida. Shuni biz Kanadaga kelgan yaxshi do'stim meni inglizchani yaxshi biladi. O bizden jadval to'shqizdigan davlat, hukumat bilan aloqalashadigan barliq işlerimizden mesela şu dostumuz qilib geçken ben bak alayda bir qiyinchilik his qilmadim. O vaqtlarda iqtisodiy jihatdan ojiz bo'lg'achqa, az pul bilan kelgan, yo'q deyarlik $100 bilan tushganman Kanadaga. Uni keyin bir maktab tizimlatdik. Maktabga vaqtida Montrealda fransuzcha asos bo'lg'achqa biz fransuzcha nimaga bordik. Uni keyin ancha-muncha qo'shimcha naqd pulga ishlab qo'ydik. Vaqtdagi ishlarga hayron qolsizda. Tarxamak uzdik biz. Tarxamak. Biz aytganda bizda shu tarxamak uzdiganga bir guruh bilan mashinalar biz shu yeziga chiqdik. Kanadaninki Montrealning bir 50 kilometr yiroqlikda bir yezisi. Bir yer bağlandığı için biz şu bu tarxamakni qanday uzdikan desa oldida traktor manga so'rab mangdikan, o qismda traktorning ko'zipi. Ondan traktorning ko'zipining oqisida xuddi 2 dunyo urushining biz qo'sh qanotli aeroplan deydigan bir aeroplanni bo'lganda, isinglarga balkim kelganda 2 dunyo urushini ko'rsanglar qo'sh qanotli aeroplan. Bu qo'sh qanotli aeroplandek bir nima bo'ldi ekan? Bunda yeyilib turdikan, ona vaqtda biz yotadi ekanmiz. Bu tarxamak etizlikni bilan bu qanotninki igizligi taxminan 30 sm kelishi mumkin. Shuna bilan bu yerda biz bu shunda qatorisiga yotadi ekanmiz, kichik qanotga. Buni xuddi nima o'ynagandek, sirikchininki kaltak o'ynatgandek shu tarxamakni yerdan uzdigan gapkan. Köpönüsü küçük tarxamaklar. Bunu atıdı kendimiz elip, üzüp, bu yerden de yeni bir tasma var. Yani bunu yığıp, bu tasmı yığıp, oturgu tasmıga ekilip, onun arkasının traktörün arkasına kuzuku kuyulduğun gepken. Şu yerde işlep, birinci günü işlegen vakıda bir $50 mı pulgu işlegen. O $50 elip, şunda koşup ketkendim. Tunci Kanada'ga kelip işlegen $50 pulga. Hem bu vaqtlarda bu $50 degan jiq pul de. Asası biz bu şu öyge, ailemiz, guruh tuqqanlarımız, telefon desek, telefonun haqqi qimmat vaqtlarda. $10 aran 10 minutlik kartagını olatı bolduğu vaqtda. Yani u yerda bir 3 gün işildik. $150 işlep acayip hoşup ketken. Endi biz men chiqqan vaqtida, mendaq chiqqan vaqtida biz vatandan ayrılgan vaqtimizda ben şahsen ideya jihatdan tayyorlik qilib bo'lgan. Paypoq jusak meyli degan nimaga kelgan. Qartizimda ko'chib bo'lgan. Bu Xitoylar har zaman bizni betaraf qilish ehtimolining borligini biz ko'z oldimizga keltirib bo'lgan. Kanadaga kelgan eng og'ir qilgan og'ir ishim shu meniki, tarxamak uzish. Montrealda bo'lganligimiz uchun Montrealninki, ya'ni Quebec o'lkasining asosliq tili fransuzcha. Ular fransuz tilida asos qilib so'zlashga, ularning ana tili shu fransuzcha, ham fransuzchani asos qilgachqa, shu maktablarga ason fransuzcha o'rganish nimasini tashabbus qildigan gapkan. Shundan biz fransuzchaga o'qish kirdik, ammo bir mezgil men fransuzchani haqiqiy chin rost gapni qilsam, bu fransuzchani men shaxsan o'qiolmadim. O rus tilini o'rgangan, rus tilidan bir ta'sirlikni his qilib men en yaxşısı bunu öğrenmeydiken deb undan voz kechdim. Bir yil o'tgandan keyin
bir yil o'tgandan keyin men yani şoförlük kınışkısını aldım yani 2000 yılı 10. ayda. Onun kendi elip hep boğan ekinden bir tane bir maşin aldım. Maşin elipla uzak ötmeyle pizza tuşu işlep koyumuz ya da mesela pizza kanıdın yani restorandan öğlege tamak tuşuyduğu işini taptım. Şu aralıkta İngilizce mektepke tizimlattım. Ettigine İngilizce okuyman saat 8'den 12'gacha tushda azroq dam olib kech soat 5'dan boshlab toki yarim kecha 12 soat 1gacha shu pizza to'sh bilan shug'ullandim. Masalan pizza to'sh degan nihoyatda yirik ish hamda mashina bilan qilamiz. Tayyor qilib bergan pizzani boshqa xaridorlarni uyiga olib kirib bergandan keyin ular o bizga pizzaning haqqi ham qo'shimcha bizga choy puli berdi. O hali yeni iş bo'lg'achqa meniki ya o'qishimga yoki dam olishimga hech qanday ta'sir qilmadi. Iqtisodiy jihatdan yuksalishga boshladim. 2004-yilgacha shu ishni qildim. 2004-yili Allohning nasib qilgan Kanada grajdanligini oldim. 6-oyning oxiri vatanga berib to'y qildim. To'y qilib kelgandan keyin qaytib kelib ayolimni Kanadaga akilish to'g'risida yani hukumatga iltimos sundiga ishlayapti. Uni bijirib 2005-yili yana bir qaytdim 5-oyda. Ayolimni olib bevosita Kalgaryga ko'chib keldim. Yani 2005-yil 9-oyda. Kalgaryga kelgandan keyin Türk qarindoshlarimiz asosiy jihatdan shu uy bezash ishini qildi ekan. Ya'ni biz endi gilamchi deb qo'yamiz bundaqcha aytgan vaqtida shu uyga bu yerda sun'iy gilamni uylarga yotqizadigan gapga emas, 2-chi qavatliga asosiy jihatdan. Kalgaryning havosi, mana Albertaning havosi sovuq bo'lg'achqa buni shunlash uchun jiqishiltamdi. Uni men tazib qo'ymayman, ammo bu gilam sun'iy gilamni shu o'rlashtiradigan gapkan. Shuningga shogird kirib men u yerda bir 6 oy o'rgandim. 6 oy o'rganib 2006-yildan boshlab 2006-yili 6-oydan boshlab men o'zim shaxsiy şirkette o'zim qilishga boshladim. Uningdan keyin uni bir 2012-yilgacha qildim. Chunki u ish sal ig'irroq ish, hamda haqiqatni so'zlamasak bo'lmaydi. Ish ig'irroq ish bo'lg'achqa ish almashtiray deb bundan taksi haydashga boshladim. Bu vaqtlarda taksining ishi bak yaxshi edi. 2012-yildan boshlab toki 2019gacha taksi haydadim. Ya'ni shu nima deymiz, Xitoy virusi tarqalgangacha taksi haydadim. Ondan keyin bu taksining ishi kundan kunga zavolliq qarab yuz tutdi. Birisi Xitoy virusi, yana birisi shu Uber şirketlari butun dunyoning hamma taksi şirketlerini qatlab o'tgandan keyin bu bizning bozorimiz, ya'ni taksining bozori kundan kunga ulashga boshladi. Buni bilan oila beqish imkoniyatimiz kundan kunga tarayishga boshladi, ham tuvallashga kirimni tuvallab ketdi. Shundan keyin yana qaytadan 2021-yili bu taksi bilan jon beqish imkoniyatimiz tuvangan degan qarorga kelib, ya'ni kona kasbimni shu uyga gilam qo'ydigan, gilam taxtay qo'ydigan kasbimni 2021-yildan boshlab yana qayta boshlab oldim. Hozircha yana shu ishni qilib kelyapman. Adam şu yaş çoğundan sırı mesela hazır ben 53 yaş girdim. Şu üzdünki eslini tatıdığan gepken ata-anasını. Hazır benim çırayım o zamның rahmetli dadamga o'xshab qilyapti kundan kunga. Yani mijaz xulqim kundan kunga dadamga o'xshab qilyapti. Zaten dadam ko'pincha ahvoldimi dadamga o'xshab ketib. Rahmetli dadam nihoyatda isil ilim penge qiziqadigan, o'zi o'qishni bak yaxshi ko'radigan ajoyib bir odamdi u. Menga eng ta'sir qilgan ishi meni kichik vaqtimda 1,5 yosh vaqtimda cho'nganam shu Keriyadan Atushqa aktiv ekan. Chunki vaqtida akam tug'ilib uzoq o'tmay men tug'ilgandan keyin shu onam beqib bo'lmay, onamning yosh kichik vaqtlarda 17 yosh vaqtlari bo'lsa kerak onamniki bak burroq to'y qilib ekan. Şunu anam beqib bo'lmay shu cho'ng onam men yordamlashay deb meni Atushqa aktiv ekan.
bir 3,5 yildan keyin men 5 yosh kirgan vaqtida dadam meni Keriyaga qaytarib ketgan. Chunki yezda o'qiy olmaydi, yezda yaxshi ta'lim tarbiya ololmaydi, bolalar o'qimasa bo'lmaydi deb meni yondirib ketgan. Shundan boshlab 5-sinfdan men 5 yosh vaqtida maktabga yurib ekanman. Agar bunda o'ylasam, shu dadam shuni meni akitib o'qitmagan bo'lsa, shaxsan balkim men bir oliy ma'lumotli bo'lolmaydim. Unisi aniq. Dadamninki shu ilm fanga bo'lgan qiziqishi, hurmati, o'zini yaxshi ko'rganligi uchun kelgusida shu bolalarim bir yaxshi kun ko'rsin. Hech bo'lmasa bilim olsa, hech bo'lmagan vaqtida bir yerga bir xizmat qila oladi. O'qituvchi bo'la oladi, yoki bo'lmasa nim bo'lsa, o'ziniki bir jamiyatda bir kishilik o'rni tepib ish qila oladi, janni beqib turmushni qamday oladi degan bir prinsip bo'lg'achqa bizni shu 4 balni o'qitgan. O'qitib hammamiz oliy ma'lumotliq oliy maktabda o'qib bitirgan. Dadamning kasbi buxgalterlik. Ashliq maktabida buxgalterlik kasbini o'qitgan. Shu o'qishni bitirgandan keyin dadamni Abdulum rayonlik, ya'ni Uyg'ur Abdulum rayonlik ashliq nazoratiga xizmatga kelib qolibdi ekan. Vaqtlarda dadam bo'ytaq, vaqtlarda har qaysi noya, yezlarga xizmatga yordamlashish uchun tushiradigan ishlar bor ekan. Dadam shu ishlarni qiladi ekan. Bo'lsa yosh bo'lgandan keyin, bo'ytaq bo'lgandan keyin u yuqoridan boshliqlari shu ay Abduriyam tushib yerga palaniyaga berib kelamsizlar, xizmat qilib kelamsizlar dedilar. Baqa vaqtida 5 oy 6 oy xizmat qilib, ayda qilib qaytib keladi ekan. Ham unda bo'lishining sababi vaqtlarda xizmatga chiqsa komandirovka puli beradigan ish ekan. Maaşı yancuqida qilib komandirovka pulini xarjlasa, maoshni bo'lsa-mu yancuqiga qoldirib qo'ya oladi ekan. Iqtisod qila oladigan ish ekan. Shunga boradi ekan dadamning deb bir ishda. Undan keyin shu dadam bizni shu Keriyaga, Xotanning Keriya noyasi tushib ketgandan keyin Xotanda turib qoldik hamda. Endi dadam o'zi yavash, nihoyat muloyim, samimiy odam bo'lg'achqa, beshidan nurg'un ishlarni o'tkazgachga, shu buloqning madaniyat inqilobi, ocharchilik zamonli vaqtlarda shu hukumatga bo'lgan noroziligini, Xitoy hukumatiga bo'lgan noroziligini ichida ifodalaydigan odamdi. Teshig'i chiqolmay, har deydigan bir gapi bo'tdi. Bolam bu kommunistlar degan shunda yuzsiz bir kechidan qo'ngilib yuzga chaplaydigan xalq bu. Bular bilan pek gaplashmasak yaxshi bo'ldi deb tarbiya berdigan. Nimaga shunda deysizlar desanglar, men yomon chaplakashdim. Kichik vaqtlarimda ajoyib chaplakashdim men. Osmonga pichoq atadigan, to'xtamay uning bilan buning bilan birmi deyishadigan, deyishib qoldigan endi bir nimalarim bor, shu xuylarim bor. Vaqtdan ya chaplakashlikimdimi, yo sho'qliqimdimi, o'zim bilmayman, shunda bir ishlarim bor. Keyin ben oliy maktabga 1985-yili oliy maktabga chiqqan vaqtimda, bu vaqtda men 15 yosh vaqtimdi. 1985-yili 12-oyning 12-kunisi. Uyg'ur tarixidagi yaqinqi zamon eng cho'ng namoyishning birisiga ishtirok qilgan. Undan keyin biz to'liq shu millatimizningki shu tarixi, urf-odat, adabiyotga ajoyib qiziqadigan cho'nqir muhabbat va qiziqish paydo bo'lgan. Uyda paranglashib qolsak, millat to'g'risida paranglashib qolsak, menda shu millatchilik ideyasini kuchli ham uch oshkora bo'lg'achqa, dadam bilan u jihatda fikrimiz bir kelmaydi. Dadamning demakchi o'g'ini ishingni saqla demakchi ekan. Men ishimizni saqlasak, uning nimaga foydasi? Buni teshimizga ifodalamasak, uni bizning xalqning nima kari deydigan fikr ixtilofimiz shu yerdan chiqadi. Endi bu deganligim dadamni nima deymiz, millatini so'ymaydigan odam emas, millatini so'ydigan inson edi-da, biroq beshiga bir bizning beshimizga bir ish kelib qolmasin deb shuni ansiraydigan
adamdi. Yani onu biz ki vaqtlarda taz his qilmaydik, bizimiz yosh kichik bo'lg'achqa his qilmaydik. Ama o dadamni qo'rqinchoq deb boshida o'ylaydim men. Hozir o'ylasam unda ish emas ekan amaliyotda. Dadam qo'rqinchoqmi emas ekan, lekin beshidan nurg'un issiq o'tib ketgan shu vaqtlarda. Bular madaniyat inqilobida nurg'un do'stlarini o'tirayotgan. Dadamni deb berishda nurg'un do'stlari shu o'tirayotgan madaniyat inqilobida. Hatto adam bir hikoya deb bergandi. Bizning bir Sovet ittifoqida bizim şu dadamdaki dada tarafının bu golcüde bir tukalları varken de kendi Sovet ittifaqıga çıkıp ketken. Hadi ula Sovet ittifaqı çıkıp şu dadamlarını bir izleyipken de kendi onu bir yakın dostu, golculuk yakın dostu su Qorgastın. O vakti şu Keriye'de birleşteydiken, dostken. Kendi bu Qorgas görüp bir tukallarını izleyenlerken dadamga dep beripken, dadam hem nahayet üstte rahmetlik chiroyli duta chaldigan, chiroyli naqshlaydigan adam. Keyin bir 4 ag'inizda o'ltirib shu tuqqunning bunda izdiganligini, tuqqunning borligini deb qo'yapti bu 4 adam o'tag'ayada. Keyin bu bir necha kun o'tgandan keyin dadamning shu idoraning boshlig'i dadamni chaqiribdi. Vaqtlarda 60 necha yili o chatga bog'langan unsur bu unsur aksiya inqilobchi degan qalpoqlarni kiygizib nurg'un odamlarni turmuga tashlab nurg'un qarindoshlarimizni o'tirayotgan vaqtlari. Shunlar bu dadamni chaqirib vijdasini tuqqan bor ekan. Vaqt deganda chat elda tuqquni bor desa, chatga bog'langan unsur aksiya inqilobchi deydigan nurg'un qalpoqlar bilan jazolanadigan vaqtlar ekan tuqqu. Shunlar dadam o başlıkta müşündaq Abduriye, müşündaq sınıf chatda Sovet ittifoqi tuqqunun varken deb anıldı. Degan ki dadam qo'rqib ketgan gap shu vaqtda. Shuningdan endi u boshliqni ko'ngli yaxshi odam ekan to'q bolam nima dadamdan cho'ng. Abduriyem ukam bu gap mishadi qolsin. Men bu anglamagan bo'lay, sen bu demagan bo'l. Bundan keyin og'zingni jim tut. Deb shuni dadamni chiroyli chiqarib o'tgan o'zi. Dadam yosh odam bo'lgan ekan. O adamni ish chaqirib ishni yo'natmaydigan bo'lsa kerak. Shuningdan keyin dadam rahmatlik 4 adam boyada siyosatni gapirib boqqan odam emas. Calgary'nin nemesini yaxshi ko'rdingiz? Nima jihatdan, ya'ni bu Urumchiga o'xshaydi degandek gaplarni oldik. Nemesi o'xshaydi ekan? Calgary birisi taqqa yaqin. Shu biz 150 kilometr keldi. Dunyodagi eng cho'ng tog' tizmasining birisi, ya'ni Rocky tog' tizmasi deb atildi. Bizning vatanimizning Tangri tog'ninki o'zi. Tangri tog'larga o'xshash. Bukparaqsan, Qarg'ayliq neçe ming kölnünki ilgisi. Onun kendi bu Calgary özü yeyilip ketken. Temperaturası gerçek işte sokakta bilinsin mi? Ürümçiге opla okşaş. Yani günün çıkış nemesi yıllık isavatda en az yani 260 gün. Bir yerde yaz salkın, kış sokakrak, lekin onda ılık adındaptık sokak emez. Bu şehir ılık nüfusu mucicik emez. Hazır 1,5 milyon nüfusu var. Ben şahsen üzerimi belki yaxşı görmem. Yani tıkmak çok şehirlerini ben yaxşı görmeyim. Şu sebepten yani Calgary'ninki alaylığı birisi ballarının terbiyelişine muvafık çünkü nüfus az. Nüfus az olduğundan keyin indeyimiz jinoiy ishlar deymiz, tarafdor jamiyatning omonligi jihatlarida boshqa cho'ng shaharlarga qaragan vaqtida yaxshiroq. Havo klimati bayatda so'zlab o'tgandek shundoq. Uning keyindan iqtisodiy jihatdan ham Alberta
ülkesi Kanada'daki en bay ülke. Yani bizim Şarkı Türkistan'ın Sılıçtoğa vaxtıda Şarkı Türkistan'ın Karmay şehri desek oldu. Bu neftlerini ürtürdüğün. Yani Calgary Mandaqcha aytgan vaqtida bu menda vargan gap emas, buni statistika bizning vatanimizningki poytaxti Urumchi bilan o'xshash. Qishi uzunroq, yoz bilan qishninki nimasi asosiy jihatdan ay soni farqi o'xshash. Ammo qishda sovuq bo'lamdi bo'ldi. Lekin bo'lgan bilan xuddi bizning Urumchida esimizda va sovuq ketsa Sibiryadan sovuq iqlim kirdi deydik. Ancha-muncha issiq qishda isib qoldigan vaqtlar bo'ldigan. Endi yo'q ekandan issiq shamol kelib, illiq shamol kelib deydigan. Xuddi Calgaryning shunday nimasi bor. Suvib ketgan vaqtida shu Shimoliy Muzokkan tarafdan sovuq keldi deymiz. Ammo tuyuqsizla bir isib keldigan vaqtlar bor. Tinch okeandan bir issiq shamol keldi. 1 metr qonni ko'rsangiz, balkim ertasi u qonni ko'rmaysiz, eritib o'tadi. Çünkü onu bular yerlikler Çinok deydi kendine. O cihetten bizim vatanımızın Urumchiga o'xshash. Bunu men devagan gap emas. Bu mesela climate cihetten bu. Andın şu yer tüzülmesi kurulması cihetten Calgary Şimali Amerika'daki en çok tağ tizmesi, yani dünyadaki en çok tağ tizmelerden biri olan Rocky tağ tizmesindeki bu yere joylashgan bizim şu Calgary şehrinden tahminen 150 kilometre kildi. Bu tağ tizmesi bizim vatanımızdan Tengri tağınınki ve asası o'xshash. Butunlay qarg'ayliq, cheksiz ketgan necha ming xil ko'l. Şunlaşqa bunu bu yana tabiiyati bir xil illiq yozdagi quyoshninki chiqish kun soni taxminan 260 kun quyoshliq. Yozda salqin, qishda normal soğuk oldu. Şunlaşqa bu jihatdan men yaxshi ko'raman. İkincisi Calgary Alberta ülkesi yani bir jihatdan Kanada'daki en bay ülke. Yani bizdeki vatanimizdeki Karmay deb tushunsak bo'ldi. Çünkü bu yerda asosan neftlik energiyaga tayindigan ülke bu. Kanada'daki belki birden biri hazır qarz yo'q ülkenin birisi bo'lishi ehtimoli bor. Uni kendim balınınki mavu nemiz jihatdan mavu ma'rif jihatdan bu Alberta asosiy jihatdan konservatif, yani konservatif deb qo'yamiz go, mavu o'zinki asli urf odatlarini saqlaydigan, qimmat qarashlarini saqlaydigan gruppidagi insonlarni. Asosiy konservatif ideyizdagi insonlar bak jiq bu yerda to'plashib yashagan. Şunlaşqa ballarning mavu o'sib yetilishigimi biraz başqa yerlarga qaraganda men shunday o'ylayman, biraz muvofiq. Ammo Calgary shahri unchalik cho'ng emas. Başqa yerlarga qaraganda yeyilib ketgan, asosiy jihatdan bino ko'rmaysiz, shaharning markazlaridan sirtqi boshqa vaqtlarda, boshqa yerlarda asosiy jihatdan shu shaxsiy, yani dacha uylar, bino asosimi unda bunda yerlarda bino solib qo'ydi, 4 qavatlik asosiy jihatdan 4 qavatlik bino soldi. Nüfusu hazırca 1,5 milyon, onçiler köp emas. Mesela başka çoğun şehirler qarag'an vaqtida bu yerlarga berib kelish nayt qulaylik, qatnashim qulay. Qatnash qisqarchiligimi boshqa çoğun şehirler qarag'anda, yani Toronto, Montreal, Vancouver'lar qarag'anda qulay. Shu sababdan yaxshi ko'raman. Muhim bir narsani ta'kidlab qo'yay, iqtisodiy jihatdan boshqa shaharlarga qarag'anda uyning bahası muvofiq. Toronto, Vancouver, Montreal'lar qarag'an vaqtda sizlar to'qinolmaydi. Bu ya texmi azon. Albertada da birli bajva. Yani GST, setish beji. Başqa ülkelerde hammasi o'lkalik bajva, ba'zilarning yani bir başqa bajlar var. U jihatdan yanjuqingizda qoladigan, yani o'zingiz yig'ib olaydigan. Bundan tushunsak bo'lamdi. Mesela Alberta başka Kanada'nın Ontario yoki Vancouver'larga qaraganda
umuman iqtisodni o'xshash topqildigan, ammo chiqimni azroq xarjlaydigan bir Albatta. Albatta. Misol deylik, bu yerda 5% baj bor. Boshqa ülkelerde ba'zida 13, ba'zida 14, ba'zida 16% baj bor. Misol deylik, siz o'xshash pulni topsiz. Ayda 10 ming dollar pul topsangiz, oila bo'yicha misol deylik, siz 10 ming dollar xarjlasangiz, siz xarjlaydigan 10 ming dollarlik narsa alsangiz, sizga qatiladigan pul bu yerda 500 dollar. Ama başka ülkelerde okşamaydı. Başka ülkelerde 15% olsa 1500 dolar katılıdı. Şunlaşkı bu cihetimi siz nurgun cihetin siz iqtisat kıla alaysınız. Mesela değil siz Toronto'da 20 dolar işleyen bolsanız saatinizge bu yerde mi siz 20 dolar işleysiniz? Belki bundan çıkarak işleşiniz mümkün. Yeninizde kaldıgan pul, yani yancıkınızda kaldıgan pul, iqtisat aya qargan vaqtida boshqa ülkelerga qaraganda yaningizga jiqroq iqtisod qoladi degan gap. Uni kendim benzin azan, masalan deylik, endi bu davlatda mashinasiz qatnash qurolsiz, mashinani qatnash qurolsiz ish bo'lmaydi. Kunda u yoqqa bu yoqqa chopsiz, mashina orqali chopsiz. Vaqtida siz cho'qim benzin ishlatasiz bunga. Benzin boshqa ülkelerga qargan vaqtida Kanadadagi eng azan ülke şu. 30 sınıf farkı var degan gap. Az deganda. Misol deylik, siz o'xshash pulni Torontoda turib 5000 dollar pul topsangiz, Calgary'da siz 5000 dollarga ishlasangiz, ishlaylam da o'xshash shaklda. O'xshash shaklda ishlaydi, chunki uni masalan har qaysi ülkelerning o'ziga tushliq nimasi bor. Eng tuvan maaş o'lchami bor. Albertaning hozir 15 dollar hozircha. Sen atıştıkma ey müşük. Ha? Sen atıştıkma. Melik sen. Ha? Do you want to go outside and play? Bu müşkünün ismi ne? Nur. Nur. Ya. Kaç yaş? İşki. Yağan. İşki. İki mi? İki mi? İşki. Can you do it? Oh my God. Mao benimki Ali mektepte okuyatkan vaktimiz 86. yılları. O deyim ben ilk sınıf arkadaşça. Şinjan'da şöyle Şinjan Üniversitesi'ndeki kütüphanesini aldım Mao. Benim Mao dadam, anam, çoğun sınırım, akam, ağabey küçük sınırım rahmetli götürüp ketken. Kesel sebebiyle. Dadam, anam, benim aile okşaş. Dadam, anam, akam, Mao nevre sınırım, Mao en küçük sınırım Aynur. Üstüde biz şu toy qilgan kunimiz mana 2004-yili 7-ayninki 10-kunisi. Biz butunlay shu Uyg'ur partiyasiga to'y qilgan do'ppa xotinimni shu nimani Atlas ko'ylakni kiygizib. Mana xotinimniki oilasi qaynonam Mao qayni singlim qolgan üçümüz şu xotinninki singlachisilari. Mao xotinninki burunqi to'y qilishdan ilgari tushgan rasm ekan. Mao qaynotimiz rahmatlik. Nima o'tkir sen tunigin ko'rgan. Dadam, onam, Mao. Meningki jiyanim. Mao bizniki xotinning ochisi. Mana atışdiki bizning barliq tuqqanlar, atışdiki og'idagi tuqqanlarimiz Mao.
kompüterde belki ciddi faaliyetim yok da bunu kıldığı işim olan kompütörler münasibetsiz olanlık için. Ama kompütör bazı vaxtlar çıkırıp kalgan vaxtda bir haberlik qarab vatanda nimiş boluvatıdı, dünyada nimiş boluvatıdı, şu asası jihatdan şu haberlerge qarayman. Onun kendinden de bazı bir kompütörde qilishdi ishlar hukumatlar qilgan bir iltimas o'tkazgan shu ishlar bilan shug'ullanman. Kompütörde asas qilgan ishim shu. Ko'pinchisi shu xabar bizim yurtimiz nimiş bo'lyapti, vatan nimiş bo'lyapti, shu ishlar bilan anchim shuni qarayman normal. Bizdeki annenevi sazlarımızdan biri olan bunu dap deymiz. Bunun bizimki otağlık ressamlarımız süzüp kaldığın resimini bir kırgızıp kılgan birisi hem körgezme işletken oldu hem bunu hem çağının buldu bunu. Annenevi sazlarımızdan birisi bu. Nefs işlengen kemen orada akıllı tıkı. Mal bunu küçültülgen nüshası iken bizek buyumlardaki işletgeni buludu ama bu maşu hele buradan işlengenken bunu tiyirdim. Bu bizimki buradan da bir Uygurlarının meşrep görünüşünü bir meşrep görünüşüne sızgan resimken bu. Bu sızma resim buluş gerek, yakın may buyak resim. Bu bizning vatanimizdagi biz yashagan muhitni tasvirlaydigan bir resim bu. Bo'libmi bu resimni qarasam, meniki xotinimning mahallasi, ya'ni atishning Langa mahallasi, Azab qiyasining Langa kenti ko'z oldimga keldi. Bayni mushu ko'rinishda bir bularning uyi mushu ko'rinishdagi nimaga o'xshaydi. Qarsa shu bizningki ayni vaqtidagi nima qilgan masalan ma'ni biz endi biz Enjantamda aytdik atish tarafda shu bizning an'anaviy Uyg'ur yezillarininki tipik misoli deb qarayman. Shunlashqa esib qo'ygan. Har qatlam shuni ko'rsam kichik vaqtlarim esim keladi. Vaqtlarda hammasi shunda tamti biz kichik vaqtlarda, cho'ng bo'lgan vaqtida. Shunlashqa buni alayda daim eslab turish uchun uyning oldig'imdan ana shu mehmonxonaga esib qo'ydim shunga. Ajoyib bir xil nima tuyg'u berdi, yurtni eslatib turadigan bir tuyg'uni berdi bu resim. Ondan bizim Uygurlarımızınki örf adetinde sizlarga shunda o'yinchilik, rassamchilik, shu hunar san'at nimalarini kirgizib qo'yishni yaxshi ko'rdi. Bizning Uyg'urlarimiz, ayollarimiz bak yaxshi ko'rdi buni. Buni shu vatandan akeldi degan. Bu taxminan shu 88-89 yillari bo'lsa kerak, toza esimda yo'q. Men. Hareketimiz kalkmış gerekiyor. Yapısı mutfağımızda görülecek baklar. Mavi 2004 yılı 5. ayının 20. günü Kanada grajdanlığına algan günüm şu seremoniyaga intihamını verip seremoniya günüm bu. Hayatımdaki en hoşallık günlerinden birisi şu. Bu Montreal şu günse 5. ayının 20. günse şöyle men hep boğa vakti. Men mavi Nikah kılıp da vakti. Nikah kılıp toz
tuzlanni ishlatib o'tgan vaqtlar yevatgan vaqtlar emas. Singlim Maynur. Bu kim etti? Bu mening xotinim Rushangul. Nima u shu to'y kunisi shu 7-oyning 10'i Ağı degan haqiqatan atishninki eng yaxshi salqin sayat qilgan yerlari. qiz yotkashga kelgan vaqtlarimiz bor. Birisi shu kunisi to'y kunisi biz bolalar bilan shu As-Sultonimni Tostoq Buraxonning qabrisi yo'qlaydigan ziyorat qiladigan bir nima urf-odat paydo bo'lib ketgan shu vaqtida. Uni ilgari ben bilmayman ama ma ko'rinishma shu kunisi biz Og'u yezisining Buloq kenti bu. Su boyligi mo'l, nurg'un buloqlar bilan tashkil topgan ajoyib manzarasi go'zal yer. Adishga nisbatan eng go'zal yerlarninki birisi bu. Inchga bilib ketmayman, ammo shu vaqtlarda to'y qilgan qiz yigitlar shu Sulton Tostoq Buraxonninki qabrisini bir ziyorat qiladigan bir nimalar urf-odat shakllanib ketgan shu vaqtlarda. Uning ilgari bormi yo'qmi uni bilmayman, ammo shu vaqtlarda shakllanib ketgan biz qizlar yasang'ili ketgan vaqt, mangan vaqtida biz erlar shu Sulton Tostoq Buraxonninki qabrisini yo'qlab borgan, ziyorat qilgan. Shu to'y kunisidan o'zidagi gap bu. yildagi resim bu. Hozirgacha esimda bor. 96 yillardagi resim bu deyman bu. Şu vaqtlardagi bu taxminan 86 yillari bo'lish kerak bu. Ya 86 ya 87 yillari. Biz Kanadaga qadam basqandan başlap, o'zimni bir naydim erkin his qildigan, bir narsani bir ishlardan endikmaydigan, bir ishlardan qo'rqmaydigan. Şunu bu yerdagi bir xillik, o'zimdagi naydim bir xil rahatlik, erkinlik, o'zim nimani xohlasam shuni qila oladigan, nimani o'ylasam shuni o'ylay oladigan, nimani deyishni xohlasam shuni deya oladigan, so'z deya oladigan bir erkin dunyoga kelganligim bu mening hayotimdagi eng chong burilish nuqtasi. Qaysi jihatlardan selishtirish mumkin bu xizmatlaringizni? Qaysisida bekrak xush oldingiz? Masalan, xizmat masalasiga kelsak, u vatandagi vaqtimizda men o'qituvchi bo'lgan, oliy maktabda o'qituvchidim. Vaqtlardami garchi boshqa bir cho'ng o'zgarish bo'lib ketmasimi, hayotimda unchalik bir nima deymiz hamda, pek sıkıntı bo'lmagan. Siyosiy jihatdan sıkıntı bo'lgan, ammo kasbiy jihatdan hech qanday bir cho'ng sıkıntı bo'lmagan. Normal darsimizni o'tib kelatdik. Aşağı siyosiy bir problem bo'lmay ishlavergan bo'lsangiz, mishadagi hayotingizni yaxshi bo'ladi deb o'ylamsiz hozirgi selishto'g'an vaqtingizda? Uni deb o'ylamayman, chunki Xitoyningki muhitida garchi sen kasbda qanchalik yaxshi bo'lib ketishingdan qat'iy nazar, belki profesör buluşun mümkün, doçent bulalışın mümkün. Ama senin üzerindeki his duygularını sözleyelaydıgan, his duygularını üzerindeki erkinliğiyle yaşayalaydıgan bunun muhit olmasa, bana nispeten o bir dozaktan ibaret. Ben kançılık o terakki qilib profesör neçe $1000 yakom neçe ming Xitoy pulsiq maaş yeb ketishimdan qat'iy nazar, men o'zimni rahat his qilamasam, men u turmush kerak emas. Man gerekli erkin bir dünyada, gerçi ben paypak jusam mı, tazlık kısam mı, Yakub'umuzun haklarının tamamını burun etkandak ben pizza tuşunu üzerine kesip kırgan bir mezgil. Aşıda kısam mı, nahit üzerine rahat, erkin his kıldım. Gerçi ben o tabıdığan iktisadi pulum cihetten önçlek yukarı olması mı,
Ama ben üzerine rahat his kıldım. Üzerine şundan huzurlandım. Bugünkü Uygurlarning vaziyetini qanday sharhlaysiz? Uygurlardan ve dünya cemaatinden nimalarni kutyapsiz? Hazırki bizden Uygurlarning vaziyeti ağır bir kunlarga qolganimiz aniq. 2014-15 yıl yushurun darajada başlangan irqiy qirg'inchilik avjiga kelib hozir uch qashqarlik darajasiga yetdi. Ama Uygur cemaatinin ichida, ya'ni vatanimizning Sharq Turkistonning sirtda yashayotgan Uygurlarning ichidagi chuvalchaqlik, menmenchilik, siyosatvozlik, bir-birisini ko'zga ilmaslik, hasadxo'rlik, ko'ranmaslik bu illatlar bizning Uyg'ur jamoat ichida nurg'un ziddiyatlarga, nurg'un parchanishlar, paramparcha bo'lishga ilib beryapti hozir. Yüzem beşimden ötküzdüm, ben ötküzüyordum bu işlerini. Ben şahsen bizden Uygur çatteldik ki yaşayotgan Uygurlar cemaatinin içinde buluşu mümkün, ama kağayışını Allah biladi. Lekin hazırki bu turuktan qarğan vaqtida erzimaydigan ziddiyatlarning ichiga petip qalgan bir cemaatni ko'ryapmiz hozir. Şolaşqa bunun kelgüsü bizim qandağılımız, onunla kelgüsü men ancha ümit var emas. Vatandagi xalqimizni yashayotgan turumini hammamiz bilamiz, ahvolini. Yani vatandan ümit kutish, vatanning ichidagi xalqimizdan ümit kutish bir normalsizlik bu. Bu mumkin bo'lish ehtimoli yo'q ish. Ama chet elda erkin dunyoda yashayotgan Uyg'urlarimiz, xalqimiz bo'lsa bir yerga to'plansak, bir ittifoqiy holatga bir yerga kelsak, bir-birisini ko'zga ilmaydigan, bir-birisini ishtahli qiladigan iflos odatlarimizni tashlasak, bir bayroqning ostiga yig'ilsak, boshlab mangan adamimizniki o'zimiz saylab chiqqan, o'zimiz mushu odam mush ishni qila oladi deydigan bir raqibimizning orqasiga ching bog'lansak, orqasiga ching mang'alsak, balkim undan bir yo'l chiqib qolishi mumkin. O'zimizning tanlagan bir adamimizning orqasida chung tura olsak, balkim inshaalloh kelgusida bir yaxshi kunlar bo'lib qolishi mumkin. Agar hammamiz, hamma odam ot aylıxanga, sol yo'l sarıxanga deb mingiverse, besh yo'q padadek, bizim ko'rar kunimiz kelgusida belli, unisi aniq. İnşallah yakında ben tüzlük gitar deb o'ylayman, lekin tüzlüşke yakın kelgusida bu işlerin yüz berishiga toza ishonmayman. Çünkü etrafımızda nurg'un sharafsiz insonlar var. Zaki tigidin qani buzuqlar deymiz. Menga uch qashqar deymi bu gaplarni. Bizim ota-bobolarimizda bir söz var. Sulan kirgan qo'y o'lganda chiqibdi deb. Bunday insonlarni 24 yillik hayotımda acayip cık görüp kettim. Vatanki vaqtimizda aralashadigan doiramiz o'zimizga elib qo'ygandan bir so'dan chiqishamisak, endi biz aralashib ketaverdik. Ama u chet elga chiqqandan keyin Kanadada yashayotgan 24 yil jihatda acayip insonlarni ko'rdimki, ben Uyg'urlarning ichida mushundami insonlar bormidi degan savolmi keldi beshimga. Hozirgacha kelyapti. 24 yıl ilgari qanday ko'rgan bo'lsam, anaqa insonlarni 24 yildan keyin nima o'xshash bu insonlar. Ma insonningki, ma odamning qilayotgani to'g'ri. Ma odamning qilayotgani to'g'ri, mana aqsiga agishib mang'ayli emas, ashi to'g'ri qilayotgan insonlarga qarshi oldi. Ish qilayotganlarni ko'ryapmiz, ham shohid bo'lyapmiz. Endi albatta shaxsiyatchilik, menmenchilik deb o'tdingiz. Xitoyningmi bir qo'li bor deb qaramsizmi ittifoqsizlik qilishlarga? O Xitoyning qo'li bo'lish ehtimoli %100 aniq. Ama onun qanchalik darajada bo'ldi, uni biz shaxsan men bilmayman. Lekin ma'lum darajada cho'qim bor. Mayli bevosita bo'lsin, mayli vositalik bo'lsin. Bevositasini biz ko'rmaymiz. Biz doim ko'rganimiz vositalik. Bevositalarni balkim necha qat bo'lishi mumkin bu. Mening tushunchamda, masalan, 1-daraja, 2-daraja, 3-daraja, necha 20-30 qat bo'lishi mumkin. Bu 21-darajaliklarni biz ko'rmaymiz. Ama en tuvan katlamdakilerini bizden etrafımızda aralashayotgan, biz bilan salam saat qilishayotgan, biz bilan yeb ichib o'tirayotgan aşu insanların qiliqlaridan, so'zlaridan buni his qila olishimiz mumkin. Shaxsan men his qilib kelyapman. Uni muayyanlashtirishimiz mumkin. Tamamen mümkün. Ama onu biz bevosita odam sen bunda qilyapsa, sen planlı Xitoyga ishlaysa,
Biz deyemeyiz çünkü kulumuzda ispat bulmaganlık için. Ama o Xitayninki neçe milyar dollarını harcayıp bütün dünyada yaşayatkan, yani bulanma chet elde yaşayatkan Uygurlarning arasıga ziddiyet selish, fitna fasad tuğuzuş, şu işlarga harcayatkan pulusының sani iliq. Nurgun pul harcaydı bununla. Hemimiz biliriz bu işni. Ama bizim bazı bir Uygurlarımız, bazı bir cemaat erbapları olsun atalmış ve bazı bir şu Xitayga asırtın işleydiğin şerefsizler olsun. Bununla bivasite ve vasıtlık işlatıdı. O %100 enik. Ama kolumuzda ispat bulmagaçka, bivasite ispat bulmagaçka biz o adamları biz ders kılamayız. Hazırgıç olgan arlıqta vatandagi yoki chet eldagi hayotingizning ichida eng cho'ng pushaymon qildigan hodisa qaysi? Ben pişayman kıldığım hadise bana şahsen bana nispeten ben ömrümde bir işten pişayman kılıp bakan emas. Ben her bir kademni ağınımda yetti ölçep bir kestim. Şu mesela Kanada'ya çıkıdığan vaktimi, çıkıştan ilgirimi ben ailemge, hatta benim anam bilen dadamga demigen ben bu işlerini. Çünkü ben bilemem ulanınki bu işe karşı çıkıdığanlıqını. Her bir atana yüzden ballarınınki uruk evladının uyaga buyaga yüzden jirak turishni hiç kim xalamaydi, hech qanday atani xalamaydi. Bunisi aniq. Agar men buni deb qo'ysam, u %100 qarshi chiqadiganlik aniq. Men shu boshqa ulag'imi bu to'g'risida men chet elga chiqadiganligim to'g'risida ifoda bildirgan. Hatto o'qituvchilikdan istifa berib, oliy maktabning o'qituvchisi degan bir sharaflik xizmatdan istifa berish degandimi ota-onamga men masala solib boqamagan. Şunu neçe yıllap benim dedem bana, rahmetli dedem bana gap qilmaydi. Nayt, xap olab. Şuna ama ben hazır 53 yaş kirdim, ben hiç qanday bir işten maaşla xata qilib ekanman, bunda qilmasam bo'pti ekan degan bir ishni ben esleyemeyim, hem undamı bir pushaymon qildim, men ishni qilib boqmadim. İnsanның arzulari har xil bo'ldi. Kichik vaqtimizda arzularimiz batdi, hozir bo'ldi. Burun kichiklik vaqtlaringizda nimani eng cho'ng arzu qilardingiz va o arzuyingizga yetdingizmi? Arzu degan kichik vaqtimizdagi arzu bilan hozirgi arzu o'xshamaydi. Men kichik vaqtlarimda bir olim bo'lsam bo'ldi deydigan bir arzuyim bo'lgan. Ammo o vaqtlarda men nimaning olim bo'lganligimni mutazil bilib ketmaydim. Olim deydi, demimiz deydik. Keyin ondan bu sal yaşımız yo'g'inab şu 15 yaşdan aşkandan keyin oliy maktabga o'quvchiga chiqqandan keyin bo'lib menga eng ta'sir qilgan narsa 85-yilning 12 kundagi namoyishdan keyin menda bir arzu tug'ildi. Mushu vatanimiz mustaqil bo'lsa, ya'ni bir erkin dunyoda o'zimizning davlatini, o'zimizning Uyg'urlarning o'zimizning davlatini quradigan bir imkoniyatimiz bo'lsa, mustaqil bir davlatimiz bo'lsa degan arzuni qilishni boshlaganman. Hozir qadarki hayotingizni, bunda esiga vaqtingizda sizni eng cho'ng xushal qilgan hodisa nima? Menimki hayotimdagi eng cho'ng xushallik 99-yili Kanadaga sog'-salomat kelib olish. Ya'ni bir erkin dunyoga sog'-salomat kelib olish mening hayotimdagi eng cho'ng xushallik. Endi bu Kanada ko'p xil millatlarning bir arıga kelgan, mujassamlashgan bir davlatgan. Endi biz Uyg'urlarga o'xshash bu davlatdagi asalliq bir millat. İkinci evlat, yani sizin balalarınızda veya ki üçüncü evlat kelganda Uyghur tilini, Uyghur medeniyetini, yani Uyg'urlikni sizce saqlab qala oladigandak qilamdi? Buni qanday qarayapsiz? Bu nayta hammamizningki mishada chet elda yashayotgan, bularmi g'arb davlatlarda yashayotgan. Yani dünyanın her qaysi joyida, Türkiye olsun, O'rta Osiyo olsun, Arab davlatlari olsun, Avrupa olsun, Amerika, Kanada olsun yashayotgan Uyg'urlarning beşik kelayotgan eng cho'ng savolninki, har bir Uyg'urning beşik kelayotgan, yuziga kelayotgan bir cho'ng savolning birisi bu. Endi men buni qanday deb qarayman desa, ikkinchi avlod, ya'ni bizning bolalarimiz deyli, saqlab qolish ehtimoli bor. İhtimali var, eğer biz tırışsak. Ama üçüncü evlatqa mening kapolatim yok. Çünkü bu yerdeki mesele ne ise birisi bizning sonimiz bek az. İkincisi biz tarqaq o'ltiraqlashgan. Bir yerga jipsilishib, bir yerga jug'lishib o'ltiraqlashmagan.
Şu sebepten bu devletlerin ana tili yani yerlik ana tili mektepte okulduğun til İngilizce. Avrupa'nın hem her kaysi devletlerinin özünün tili boğaçka. Hemimiz şu devlette yaşavatkandıkken ballarımız şu devletin tilde okuydu. Yani benim ballarım 3 kızım. Çünkü ana tili, mandakça etken vakti Uygurca emas. Onun ana tili İngilizce. Şuna bulap gitti. Endi biz ularga Uygur küçümüzün biriçi Uygur tilini ügütüvatımız. Ama bu muhit, etraftaki muhit bütünley İngilizce boğanlığı için bu kelgüsde bularını kündü kopapsan biz Uygurca sözlesek mi? Ular öyle bizge Uygurca cevap vergen bilen mektep koygan talağa çıkan vakti onun aralashtıran dostları, mektepte okuyduğun savakdaşları, okutkuçları, bütün dersliklerin hemmesi İngilizce boğaçka ularning ana tili İngilizce buludu. Bu tabii aldı, şunda buludu iken. Ya biz bunu biz kontrol kılamayız. Hem de onu bizim Uygurca'da okuyuldu desek, onu bizim mektepten çıkarıp okutmasak oldu. Hem de adırcı biz ballarımızga muşinçilerge tırışıvatımız. Hem de ballarımızdan balları ne buludu? O men üçün ben bir şey kesip ayta alayman ki her bir Uygur üçün, chet elde yaşavatkan her bir Uygur üçün karangı. O biz üçün en çoğ belki yo'qotish kelgusida. Eng oxirgi vatanga qaytishim 2015-yili balalarimni elib Tuqay yo'qligini borgan. U vaqtlarda vaziyat ancha bakkalqi tashqi ko'rinishda Xitoyninki teshida turayotgan bizlarga nisbatan vaqtida ancha xatarlik his qilinmagan vaqtlar edi u. U vaqtlarda biz borgan vaqtida vaziyat u yerda chingib, bo'yu ancha-muncha yo'lda tank-panklar yo'q. Bronviklar, 24 soat saqchilar charlaydigan, do'qmish-do'qmishda charlash punktlari, saqchi punktlari qurilib bo'lgan vaqt ekan. Biz sirtda turib, o'g'larni biz Kanadada turib, muntazir biz bilmabdik u vaqtlarda. Shunlashqa tavakkul qilib beribdimiz. Men o'zimni apla bu toza yaxshi qilmabdiman deb o'yladim. Keyin qaytib keldik, saq-salomat qaytib keldik da, nihoyatda ansirashlarning ichida. 8 yil bo'ldi. 8 yil jarayonida qaytish imkoniyatimiz asla yo'q. Endi buningdan keyin qaytish imkoniyatiz bo'lishiga bakmi ishinib ketmayman, shaxsan o'zim. Agar vatanimiz bir kunlarda Allohning nasib qilib qolsa, mustaqil bo'la olsak, yoki bo'lmasa, eng tuvan deganda Xitoyda bir o'zgarish bo'lib, Xitoy demokratik bir davlatga aylana olsa, o'zimizga ma'lum darajada bir huquq, o'zimizning ishini Uyg'urlar o'zining taqdirini o'zi belgilaydigan bir huquqqa erishadigan ahvol ostida qaytishim mumkin. Nima arzuyingiz aytang borsangiz? Agar vatanga qaytib shunday bir fursatlar kelib, imkoniyatlar yaratilib vatanga qaytib qolsam, men udul yezamga ketaman. Men yezamga berib, ömrümning oxirini urug' tuqqanlarim bilan, qarindoshlarim bilan, shu yezda onam bilan dadamniki bizga qoldirib ketgan shu miroslarni ching tutib, miroslar degani boylik emas. Shu bizning urf-odatlar ish doirasida o'zimizning urug' tuqqanlar bilan shu yerdagi mahalliy ko'ylar bilan bir Uyg'ur jamiyatining ichida yashab o'tish orzuyim bor. Onundan boshqa hamda agar qulamdan kelsa, ham shu yerdagi bir maktablarda balkim bizning o'quv-o'qitish ishlariga yordamlashish agar imkoniyatim bo'lsa, men shu ishlarni qilg'im bor.